Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Bugun 26-iyun sanasi O'zbekiston bozorida dollar va rubl kurslarining olinishi va sotilishi bo'yicha ma'lumotlar berib o'tamiz. Unga ko'ra, bugun yurtimizda 100 dollar kursi olsangiz 1.259.000 so'm, sotsangiz 1.253.000 so'mni tashkil etmoqda. Rossiya 1000 rubl kursi olsangiz 165.000 so'm, sotsangiz 150.000 so'mni tashkil etmoqda. Hurmatli kuzatuvchilar, ushbu ma'lumotlar barcha viloyat bozorlaridagi nisbatlardan kelib chiqqan holda berildi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.